Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Pensiya haqida tarqalayotgan gap-so'zlar hozir juda ko'p. Ayrimlar pensiya 2 barobar oshadi deyapti, ayrimlar esa bu xabarlarga ishonmaslik kerakligini aytayapti. Xo'sh, haqiqat qaysi tomonda? Pensionerlar hozir nimalarga e'tibor berish kerak? Bu videoda mish-mishlarga emas, faqat rasmiy ma'lumotlarga tayanilgan holda tushuntirib beramiz. Agar siz pensiya masalalari bo'yicha ishonchli va doimiy ma'lumot olib borishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoni oxirigacha tomosha qiling va qo'llab-quvvatlash uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, menga qancha pensiya chiqar ekan yoki bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar. Pensiya yoshiga yetib, ko'p yillik mehnati samarasini ko'rish, keksalik gashtini surish barchaning hayotidagi maqsadi hisoblanadi. Bunda albatta keksa yoshidagi daromad manbai pensiya muhim o'rin tutadi. Shu sababli barchamiz yoshlik paytda o'zining kelgusidagi pensiyasi haqida qayg'urishi, bu davrga oldindan tayyorgarlik ko'rishi lozim. Kimlarga pensiya tayinlanadi? Yoshga doir to'liq pensiya olish uchun erkaklarga 60 yoshga to'lganda 25 yil ish staji, ayollarga 55 yoshda 20 yil ish stajiga ega bo'lganda tayinlanadi. Ushbu talab etilganga nisbatan kamroq, ya'ni kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganlarga to'liqsiz pensiya tayinlanadi, ya'ni pensiya kamroq hisoblanadi. Ish stajiga nimalar kiradi? Pensiya tayinlashda ish stajiga rasmiy ishlab, ish haqqi hisoblangan davrlar, yakka tartibdagi tadbirkor, o'zini o'zi band yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliq to'langan davrlar ish stajiga hisoblanadi. Ma'lumot uchun, ayol kishi rasmiy ishlab ish haqqi hisoblangan va yakka tartibdagi tadbirkor, o'zini o'zi band yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliq to'langan davrlar ish stajiga hisoblanadi. Ma'lumot uchun, ayol kishi rasmiy ishlab ish haqqi hisoblangan va yakka tartibdagi tadbirkor, o'zini o'zi band yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida ijtimoiy soliq to'langan davrlari jami 20 yil bo'lganda 54 yoshdan yoshga doir pensiyaga chiqish imtiyozi mavjud. Bunda yuqoridagi davrlar uchun kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganda fuqaroning harbiy xizmat, oliy o'quv yurtidagi kunduzgi o'qish hamda bola parvarishi uchun ta'tildagi bo'lgan davrlar ham umumiy ish stajiga qo'shiladi. Pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya fuqaroning rasmiy ishlagan davri va soliq to'langan ish haqqi, ya'ni daromadi inobatga olinadi, ya'ni fuqaro rasmiy ishlab, rasmiy daromad olgan sari yilma-yil pensiyaga huquq shakllanib boradi. Demak, har bir fuqaro ish faoliyati va daromadini rasmiylashtirish orqali pensiyaga tayyorgarlik ko'rib boradi. Barchamiz pensiya yoshiga yaqinlashib qolamiz va endi pensiya haqida o'ylashni boshlaymiz. Endi menga qancha pensiya chiqar ekan? Yuqori miqdorda pensiya olarmikanman kabi savollar bizni qamrab oladi. Ya'ni endi biz pensiyaga qanday chiqish, qayerga murojaat qilish, pensiya qanday hisoblanishi, bunda nimalar hisobga olinishiga qiziqishni boshlaymiz. Pensiya tayinlangandan so'ng esa ko'pchilik fuqarolarimizda nega menga kam miqdorda pensiya tayinlanadi? Meni hisobim bo'yicha ko'proq pensiya olishim kerak edi kabi savollar tug'iladi. Mana shunday savollar fuqarolarda bo'lmasligi, yuqori miqdorda pensiyaga chiqish uchun pensiya yoshiga yaqin qolgan fuqarolarimiz, shuningdek yoshlarimizga quyidagi tavsiyalarni bermoqchimiz. Birinchidan, mehnat faoliyatingiz rasmiy shaklda ketayotganligiga, ishlayotgan tashkilotlaringizda sizga ish staji yozib borilayotganligiga ishonch hosil qiling. Buni o'zingiz mustaqil ravishda MyGov.uz portali orqali tekshirib olsangiz ham bo'ladi. Ikkinchidan, raqamlashtirish davrida yashayotganligimizni hisobga olib, o'z ish beruvchingizdan ish stajlaringiz to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirishni talab qiling. Uchinchidan, tashkilotingiz tomonidan sizga rasmiy shaklda ish haqqi to'lanayotganligiga e'tibor bering. Bunda sizga hisoblangan ish haqqi, haqiqatdan qo'lingizga oladigan ish haqqingiz, ushlab qolinayotgan daromad soliqlari,
jamg'arib borilayotgan pensiya uchun o'tkazilayotgan mablag'lar va boshqalarni doimiy ravishda tekshirib boring. 4-dan, agarda siz norasmiy shaklda faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilgan holda ro'yxatdan o'tib pensiya jamg'armasiga belgilangan tartibda ijtimoiy soliq to'lab boring. Bu orqali siz ish stajingizni ko'paytirib borasiz. 5-dan, pensiya qonunchiligiga oid yangiliklar, ma'lumotlar bilan muntazam ravishda tanishib boring. Kiritilayotgan o'zgarish va qo'shimchalardan xabardor bo'ling. 6-dan, hozirda mehnat faoliyati yuritmayotgan bo'lsangiz, kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limlariga mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarni raqamlashtirishni so'rab murojaat qilishingiz lozim. Bunda raqamlashtirilgan ma'lumotlaringizni MyGov.uz portalida ko'rishingiz mumkin. Mehnat faoliyatlaringiz to'g'risidagi ma'lumotlarni hozir raqamlashtirib qo'ysangiz, pensiyaga chiqish vaqti kelganda ortiqcha ovora bo'lib yurmaysiz. Yuqoridagi tavsiyalar asosida mehnat faoliyatingizni olib borsangiz, pensiya yoshiga yetganda pensiya ta'minoti kafolatlanadi. Qo'shimcha ma'lumotlar: pensiyaga oid har qanday masala bo'yicha pensiya jamg'armasining 1271 raqamli kal markazi orqali savollaringizga javob olishingiz mumkin, deyiladi xabarda.